Kia Bongo izleterimiz butkani tozasidan so'raganlar bormidi? Mashinamiz 2021-yil 6-oy berkada turibdi. Bor yo'g'i 1800 km yurgan. Mashinani orsiqcha maqtamasdan shunchaki ko'rsatadigan mashina, lekin bu mashinani maqtash keragi yo'q. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar baho berasizlar. Narxini ham oldindan aytaman, 14500 bilan O'zbekiston tamojnasigacha yetkazib beramiz. Deyarli birga bir 14,5 ming, 15 ming dollar atrofida rastamoshga chiqadi. Butkasini buzsak 14,5 ming, agar buzmasdan yuklasak 16,500 bilan O'zbekiston tamojnasigacha yetkazib beramiz akalar. Xo'p, mashinani bir boshdan ko'rsatamiz. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari deyarli rasxod yo'q. Bor yo'q endi 1800 km yurgan mashinani balonini holati endi o'zingizlar bitta baho beraverasizlar. Yap-yangi holatda turibdi. 2021 6-oy berka tez ko'rsatamiz vaqtinglarni olmasdan. Xo'p. 1800 km yurgan. Voy, rolli, naktikalari ham turibdi hali. Endi maqtamay desangiz buni maqtab tashlagingiz keladi. Voy, tablon ustidagi salafanlar ham olinmagan mashinada. Mashinamizda bokovoy qaytariladi, spirali bor, butkan ichidagi svetlari bor, sideniya sidi, klimat kontrol, radio, polosa ishlaydi. Xo'p, mexanika Euro 5, rul ustidagi hali chiziqlari ham ketmagan bor. Umuman, skorost ushlangani ham bilinmaydi. Xo'p, ruchnoylari yaxshi ushlab turibdi. Sideniyani salafanlarigacha hali olinmagan. Mashinamizda video registrator bor. Zadni ko'radigan bo'lsak, zadni vid kameralar ishlab turibdi bu yoqda. Xo'p, taglarini ko'rsatamiz endi. Taglariga bitta o'zingizlar baho berasizlar. Mashina nima deyapti? Bo'laveradimi? Ortiqcha maqtash kerak yo'q. Ris o'rganda, Koreyada turgani uchun ozmoz bir-biriga ishqalanganda zanga chiqadi. U hech qanaqa muammo emas. Zapaska balonlari deyarli tushmagan, yap-yangi holatda turibdi. Bitta qaranglar. Xo'p, orqa dugalari ham yaxshi. Butkani tashqi tarafi umuman qirilgan, tirnalgan joylari yo'q. Kluchlari ham yaxshi ishlab turibdi. Xo'p. Hali yuklanmagan mashina, mana shunaqa bo'ladi. Bu chizilmagan, shunchaki chang xolos, buni artsa ketadi. Xo'p. Endi gulshitirlariga keladigan bo'lsak, sal-pal zangi chiqqan. Deyarli yap-yangi holatda turibdi. Xo'p. Propan balon ustlarini qaranglar, yap-yangi hali. Nima deyapti? Endi buni motorini bitta ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Endi motori alohida tema. Voy, buni motorini chikkillab olib ishlab turibdi. Akalar, mashina nima deyapti? Mashina narxiga nisbatan bo'laveradimi? Nima deysizlar? Uzoqdan ham bitta ko'rsataydi. Haqiqatan mashinaga bitta qaraganda lovullab turibdi. Ortiqcha maqtash kerak yo'q. Mashinaga tushunadiganlar o'zi bilishadi. Qiziqqan aloqaga chiqinglar akalar, xudo xolasa chiroyli holatda buni ham yuklab yetkazib beramiz qo'llaringizgacha. Silence in my step, dark in my veins, secrets that I kept. City never sleep, but it bow when I rise. Shadow in the night with the fire in my eyes. Enemies whisper, but they never see me near. Fear in their chest when my name hit the ear. Streets got rules written cold in the code. I walk with the weight of 1,000 heavy.